yo'qnikini ham qilganman, endi unikini bilmayman qanaqa. Etga ham poka qilganmiz, qilmaganmiz? Qilmaganman. Keyin bildim deyman uni. Ko'ringlar shuni. Assalomu alaykum mamlakatda. Assalom bolam. Qalbetlarni yopmasmi? Endi ozgina ishlar bor. Endi romlarni zakaz qilganmiz, kelib qoladi. Lekin issiqlik rezki sezilyapti, borib. Deyam bilaman. Mana shu kirganda rezki sezdim. Zo'r. Gap yo'q, lekin zo'r. Mazgam apparatda polni qattiq anaqasi ko'rsatib beraman. Mana qarang. 28. Bu bilasizmi nima degani? Bu pastga вообще zax ketmayapti degani. Ya'ni pastga zax chiqmayapti. Turbani o'zini issiqligi to'g'ridan to'g'ri tepib harakatlanayapti degani. Betoz tegiga mat tashladik, mat ustidan shlankalantirib, shundan slashga qo'yib yuborganmiz. Effekti вообще zo'r. Videoda ko'rayotganingizdek 29-30 gradusgacha, ya'ni shlanka issiqligini beryapti. Hozir ayoqda poker qilinmagan joyni ham bitta ko'ramiz. Keyin ko'rsatmoqlar. Oshxonamiz 22 gradusdan 25 gradusgacha buni tagidan poker qilinmagan va ustidan o'sha tarkib qilib bo'lingan. Ya'ni qilib bo'lingan holatda nashalar issiqlik lekin rez sezilyapti. Bilyapti, bu yerdagi issiqlikni, slashkadagi issiqlik ancha farqi bor. Ya'ni bu yerdagi kotyol 2 barobar bundan katta, to'g'rimi? 2 barobar kotyol katta. U kotyol to'g'ri stansiyadan qanaqa ya'ni undan kichikroq kotyol qo'yib turib, undan yaxshiroq natijani prosta izolyatsiya qilib olish mumkin edi. Mana bu yerda shuni isbotlasak bo'ladi. Sizga kattakon rahmat, baraka toping. Juda ham ko'pchilikni, ya'ni shuncha bo'lishiga sababchi bo'lib qoldingiz. Juda ko'pchilik tushundi. Ya'ni tegidan penoplast qilish kerakligini kerak.